онда чек yok. Asosiy Abay haqida gap bo'lganda, nimishga desiniz, Abay faqat adabiyotida emas, olam adabiyoti tarixidagi esil bir ko'rinish. Ulug' mutafakkur Abayni qadr tutmagan inson yo'q. Abay atimizning 150 yilligiga bo'lgan Fayzrahmon Ibragimov yozgan bo'yin mono. Mening atam sahna suretchisi bo'lgan. Ol shunday aq minanday asqa baqshalarga suret sızgan. Mene bu sol atamning жұмысы. Muxtar Avizov mening ajamdan ustozi bo'lgan ekan. Ajamning aytуынша, ol kishi o'ta kishi peyil madaniyati sipoyi bo'libdi. Mana bu suretda ajamning kursdoshlari Muxtar Avizov bilan birga o'tir. Al Muxtar Avizovning o'ng жағында o'tirgan onun suyukti shakirti Zeynulla Qabdolov. Bu kishi keyin Qozog'iston xalq yozuvchisi atangan ataqli adabiyot zerttevchisi bo'ldi. Suret 1961 yılı tartılgan ekan. Sol yılı Muxtar Avizov qaytiz bo'libdi. Ajimning aytуынша, bарлық studentlar qayg'irib qattiq yig'lagan ekan. Nazarlarınızga rahmet. Әсіресе Абай жөнінде. Неге десеңіз, Абай қазақ әдебиеті ғана емес, бүкіл қазақ халқының тарихындағы үздік құбылыс. Concepts the greatness, especially about Abay. After all, Abay is the best not only on Kazakh culture but also on the history of Kazakh people. The names of Abay Kunanbayev and Mukhtar Awezov is great and we'll remember it forever these days. Абай жолы романның алғашында Телғара деп атамақ болған. Роман дүниежүзі әдебиетінің ең үздік таңдаулы 200 томдығында енген. Огромнейшее имя вызывает гордость за нашу страну и народ, ведь он великий сын бескрайней степей. Воплотил в себе лучшие качества казахского народа. Көзімнің қарасы, көңлімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы.